Hürmetli vatandaşlar, leksiyalarımızı tamamlaştırmaz. Endiki leksiyaga vatandaşlarning diqqat qilishini, ko'ngil berishini umid qilaman. Bugun 2020-yil 5-oyning 19-kuni, haftaga seshanba. Endiki mavzu mundaq. Steve Bannon mundaq baş qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu yil cho'ng saylamdan burun jungoda o'ttin mudofaa kurash temini o'rib tashlaydi. Ya'ni jungoda internet tamlarini o'rib tashlaydi. Mavzuli xabar 5-oyning 13-kuni jungoga nazar tor betida e'lon qilingan edi. 5-oyning 13-kuni mening kameram buzilib qolganligi uchun bu leksiyani sizlarga shu vaqtda so'zlaganmidim. Endi bugun vatandaşlarga topshiraman. Bu leksiyani vatandaşlarning diqqat bilan anglashini umid qilaman. Xabar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlan. Jungoga nazar tor betining muxbiri Vinkaysi. Universal xabari. Aqsaroyning sobiq maslahatchisi Steve Bannon 5-oyning 9-kuni bevosita anglatishida mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumatining bir turlik loyihasi bor. Bu loyiha bo'yicha Amerikada o'tkaziladigan cho'ng saylamdan burun jungoning o'ttin mudofaa ko'rish sepili ag'dirib tashlanadi. Ya'ni jungoda qurilgan internet tamlari ag'dirib tashlanadi. Bu bevosita anglatish Steve Bannon jungoning o'ttin mudofaa ko'rish, ya'ni internet sepilini ag'dirib o'tish tirishchanliklarimizga zodi kimning ko'p yillardan beri to'sqinlik qilib kelganligini bevosita ismini atab oshkorlab ko'rsatdi. Steve Bannon jungoning o'ttin mudofaa ko'rish sepilini, ya'ni internet tamlarini ag'dirib o'tish tirishchanliklariga zodi kimning ko'p yillardan beri to'sqinlik qilib kelganligini bevosita ismini oshkorlab ko'rsatdi. 5-oyning 9-kuni bevosita anglatishida Steve Bannon Amerika Adliya ministrligidan taftish Michael Horvitzni nutq so'zlashga taklif qildi. Steve Bannon mundaq ko'rsatdi. Michael Horvitz hozir jungoning o'ttin mudofaa ko'rish temini yoki internet temini o'rib o'tish uchun butun zehnini sarf qilmoqda. Steve Bannon mundaq ko'rsatdi. Jungo xalqi jungoda o'ttin mudofaa ko'rish temini temini o'rib o'tmay turib, yoki bu tam ag'dirilmay turib, haqiqiy erkinlikka erisholmaydi. Jungoda o'ttin mudofaa ko'rish temini o'rib o'tish, ya'ni internet tamlarini o'rib o'tish Michael Horvitzning umrlik xizmati bo'lib keldi. Steve Bannon mundaq ko'rsatdi. Amerika hukumati pul chiqarib, yordam berib hamda Amerikaning texnikasi orqali bu tamni, ya'ni jungoning internet tamlarini o'ttin mudofaa ko'rish temini o'rib tashlaymiz. Michael Horvitz bu ishni navbatda umrlik xizmat va nishon qilib belgiladi. Michael Horvitz bevosita anglatishda mundaq ko'rsatdi. Jungoning sobiq raisi Hu Jintao mundaq degan edi. Agar internet tamlarini yoki internetni tizginlab tura olmasak, kommunizmning muqimligini qo'g'dab qala olmaymiz. Michael Horvitz mundaq ko'rsatdi. Jungoning o'ttin mudofaa ko'rish temi yoki internet temi bizning zamonimizga berilgan temidir. Bu matbuotlarda bir qancha qatim shunday deyilgan, bizning zamonimizga berilgan temidir. Mutaxassislar burunla oshkor qilib mundaq ko'rsatgan. Biz jungoning o'ttin mudofaa ko'rish temi bizning zamonimizga berilgan temidir. Kechiringlar. Mutaxassislar burunla oshkor qilib mundaq ko'rsatgan.
Biz Cungo'nun otlu müdafiə görüşünü ayrılıp ötüp gideyleyimiz. Bu texniki cəhət akıdığı yol. Köp bol xərcləşmək etmeydi. Lekin bedel töleşke, mesela Manhattan planı oxşaş tirişçanlıq bilen bedel töleşke doğru geldi. Biz allaqaçan Amerika'da bir üniversitet bilen hemkarlaştık. Texnik ve elektronik hesaplaş boyunca mütehassislerini evetip Amerika, Qoşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi ve hükümet organları bilen hemkarlaşımız. Biz hemimiz birdek mındak hesaplayımız. 11. ayda Amerika'da ötküzülüdüğün çoğun saylamdın buran. Cungo'da otun müdafiə görüş tamdırdı öğrü bitişimiz intayin zor. Mümkünlükki iyi. O mındak görsetdi. Bu eş Amerika'da ötküzülüdüğün çoğun saylam için etqanda təsiri intayin zor işler. Stebannon yani mındak görsetdi. Cungo Kompartiyasını ağdırıştığın birinci kademi Cungo'nun internet temini öğrübü tüştar. Bu tamını Cungolukla özleri ağdırıdı. Biz Amerikalıkla yerden birimiz. Bu tam fakat söz Metbat Erkinlik Hukuku Dairesi kitibadır. Cumhuriyet'ten dikkat kılın. Michael Hortuz 70-50 ey. Belgelik kanun maddesinde Amerika hükümetinin sevmegi saldı. Bu bek gitme kanun idi. Belki devlet mahkemesi ve Aksaray'ın emeldarları bununla dikkat kılmadı bolgay.